Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana bitta gamer va yonimda turgan mening ukam. Assalomu alaykum obunachilar, qandaysizlar, salomatsizlar? Sizlar bilan bugun men Xo'xo va bugungi videomizda The Lost'ning Awakening versiyasini o'ynab Awakening edi. Awakening ish qilib ko'p cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Ha, o'sha juda uzoq sarguzashtlar degan videoyimni yana bitta qismi. O'ylaymanki bunisi juda uzoq bo'lmaydi. Bu yerda 3 ta tugma bor ekan: Credit, Play va buni bosish kerak. Nevergana. Bu qo'shiqni matnlari ana o qo'shiqda. Mayli, boshlaymiz. Shoshmagin. Flappy Guy Presents. Tak. Qayoqlarida ko'rsatyapti bizlarga. Qanaqadir qonli taxt. Objective: find choose levers where I am. Where am I? I was just walking alone at night when someone hit me. Kimdir buni urganmi? I must find butdan qanaqadir. Ularni chakni topishimiz kerak ekan. Demak, ota-bobolarning usulini qo'llaymiz. Butta Richak. Yo'q, Richak. Menga yo'q, men oldim meni. Berga ber. Ber. Richak endi qayoqqa qo'yishni topish kerak. Hop, beraman shuni. Bir pastim tur, o'zing qo'yasan. Topay qayoqqa qo'yishni. Bu yoqqa pastga tushadigan joy va bu yoqda zinalar. Bitta ikkita bor. Biz ikkitamiz, ikkovimizga ikkitadan. Ota-bobolarni Richakni qidirib sasi bo'lib ketmasak bo'ldi. Richak. Mana Richak qo'yadigan joyni topdim. Flip river. Menimcha bu men bu yoqda ochsa kerak a. Fanar. Fanar ishlaydimi o'zi bu qo'limdagi fanar? Da ishlaydi. Arvohday ko'rinib ketibsan ko'zimga. Hali shoshmay, bu ikkitani birdaniga qo'yamiz. Ne, qayerdan qidiryapsan sen? Bilmadim. Bittasi topildi. Mayli, yordamlashib yuboraman. Notebookni yo'qotib qo'yibdi. I lost my blanket deb yozib qo'ygan bu qo'y. Xo'sh. Men bu yerda jitellarning rasmi. Buzilib ketdi. Reliable bro degan yozuv. Itak bu yerda hech balo yo'q. Blanketam yo'q, men olmadim bugun. Pastga tushib ketadigan joy ham bor. Kim bu yoqda yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Crash emas. Bu yoqda yana nimalar? Voy, pastga tushdim. Bu nima? Kitob. So'roq. Hatta menga ber, men o'qiyman. To'xta. Ehtiyot bo'l, hozir pastga tushib ketasan bo'lmasa. Tushib ketmayman. Xo'sh, bu yerda nima deb? Davay, ko'ramiz sen qanday tarjima qilar ekansan. Nima? Hozir Xo'xo o'qib beradi, tarjima qilib ko'ramiz. 9-avgust 1962-yil. Bu mening oxirgi yozuvim yoki oxirgi kunim bo'ldi. Yuzingni to'g'rilab olgin. Yerda. Bu yerda. Omadlimanki, men bu kitobni sotib oldim. Senga bu haqida gapirish uchun. Men o'ylaymanki, buni kimdir ko'radi va bu yerga kimdir keladi. Men sizlarni ishontiraman. Men o'lganman. Meni qidirmang. Meni qizim u psixopat hozir. Men nima qilib qo'ydim? Men uni bizni qoldirmas. Men uni qoldirmasligim kerak edi. Onasi to'xtanglar deb qo'yay. Men u qoldirmasligim kerak edi. Onasi meni tashlab ketgandan keyin u mening senga umidim. Men o'ylaymanki, u meni kechirmaydi. Men nima qilib qo'ydim unga? Men uni urdim, men uni jarohatladim, men uni nima deyapti? Sorry downstairs for being a bad father. Yomon ota bo'lganim uchun kechirasan qizim. Men sening kalay qimirlatma bu yerda. Men sening aqliy salohiyatingga putur yetkazib uni qotil bo'lganim uchun. Qizim, esingdan chiqmasin. Dadang seni har doim yaxshi ko'radi.
Xo'sh, men senga aytganimdek, hozir esa sen meni pichoq bilan quchoqlashing mumkin. Xayr hayot, xayr qizim. Har doim esla, dadang seni ko'rib o'tiradi. Men seni yaxshi ko'raman. Bu yoqlar bo'shmi? Qizil bilan yozilgan ekan. He didn't love me. U meni yomon ko'radi. Menda kalit bor chiqib ketish uchun. Men o'lishni istayman deb yozib qo'yibdi pastida. Boshqa hech qayerda hech nima yozilmagan a. Qani Bu bitta kitobni tu deb musorga otaramiz. Voy, pastga tushib ketdi mol. Ko'ryapsan, past musorgada. Voy, Pastdan men ham bormi? o'zim ham pastga tushdim. Pastdan bormi? Pastda demak ikkinchi richaq. Bu yerda teshik. To'xta. Mana bu yerda teshik. Qara. Mana bu yerda teshik. Qoch. Qayoqqadir aylanib borish kerak. Kalitga. To'xta. Bu hallway ham deb yozibdi bu yerda. Hallway. Hallwaydan kelyapmiz. Da, mana bu eshik. Nima uchun poydevordan bochka? Bochka? Ichida richak bor ekan. Bo'lib ketdik. Ikkinchi richak ham topildi. Menimcha ikkita richakdan bu yoqqa qo'ysak Grey key kerak emish. Kulrang kalit kerak ekan, bu yerdan chiqib ketish. Mana buni orqasidadir. Do'stlar, to'xtanglar, men ham bitta bunga ko'z yugurtirib olay. Da, o'zi aytgan gaplar, xullas. Sen qorashin Men bu yerda he didn't love me. Mana tarjima qilib olinglar, agar tarjimasida xato bo'lgan bo'lsa, xo'xoni screenshot qilib ulgurmaganlar videoni qayta to'xtatib qila olsa bo'ladi. Xo'xo ketyapti. Ikkita richakni qo'yishimiz kerak ekan. Sekinroq yur. Fanarlar o'ynayapti, lekin qo'limizda fanar bor ko'rgan bo'lsalaringiz. Menga ber, men qo'yashni. Bittasini men, bittasini sen top. Xo'p-de. Birinchisini men qo'yamanmi? Qo'y. Tak, demak bu setkani ochadi. Tepada teshik ham bormi? Ikkinchisi teshikka narvon uladi. Tepada psixopat bor ekan. Obyektiv. Voy, tepada psixopat bor ekan. Xo'sh, kulrang kalitni topinglar va bu yerdan yo'qolinglar. Sen psixopat o'tiribdi. Voy. Sen chalg'itib o'tirishota. Voy, psixopatcha, qanisan? Men kalitni topishga harakat qilib ko'raman. Yo'q, mana ekan. Kalitni topdingmi? Tezroq. Men shu yerdaman, Qarab o'tiribsanmi? Psixopat, qarang. Uddalading-a? Uddaladik. Davay, ketdik. Bu tarafini o'zim montaj qilib qo'shaman. Xo'xo ham videoga olyapti. Olyapsanmi videoga? Olyapman. Jon ketdi baribir. Ketdik. Pastda yana teshik bor edi shekilli. Mana bu yoqda teshik bor. Men birinchiman. Qattasan? Mana. Teshikdan tushdingmi? Zinadan tushsang o'lasanmi? Ha, o'laman. Bari sendan oldin borsan. Bora oldi. Ya ana, men birinchi. Ketdik. O tashqarida va bu yerda obyektiv fix the broken bridge. Singan ko'prikni ta'mirlash keyin damage. Sen o'zi ko'prikni ko'rishga bordingmi? Mana buzilgan ko'prik. Itak bu yerda nima bor? Qoqqayib turmasdan. Zahar. Mana bu yerda g'ish fabrika bo'lsa kerak. Yedali. Yo'q, qanaqa joy? Bu yerda nima deb yozildi? Find the pickaxe to mine the iron bars. Buni sindirish uchun uni topish kerak ekan. Aytganimizdek, biza mana shu yerda pickaxe topishimiz kerak. Hozir xo'xo qani. Xatochilik bo'ldi va men hozir tuzatdim. Mayli, bu yo'lni buzish kerak ekan. Mana bu yerda chayni bo'lsak. Esingizdami o'tgan safar mana shu rasmni buzganimiz? Bu yerda ham yo'l bor ekan. Va bu yerda bochka. Bochkani ichida esa yog'ochli kirka. Qadam. Sen bu yo'lni bilmaysan. Yo'q. Sen bilan avval o'ynamagansan, deyman. Buncha tez topding. Ha, avval o'ynab ko'rdim uzrda. Lekin oldin sindirgansan demak. Bu qadar. Yo'q, men Xo'p, bu juda arazlaydi-da. Endi o'zi sindira qolsin. Bermasam yig'laydi hozirda. Yig'lamayman men. Shu.
To'xta. Singan ko'prik ta'mirlandi. Ko'prik ta'mirlandi, lekin uni bir tarafidagi panjaralari emas. Tushib ketmaslik kerak. Kelyapsanmi? Ketyapman. Arvoh keladi, qarab turinglar o'zi, arvoh. Ana, nomoxoxo degan arvoh. Bu yoqda Voy, nima bo'ldi hozir? Factorydan 3 ta kalit. Go to Fredning fabrikasini boringlar va chemistry key topinglar. This place was on the news. Yo'lakchadan boshlab ketib. Tepadagi yozuvlarni o'qiyapsizlar. Qarig'ini bosish kerak. Qorasini bossam, belli. Qayerdan ham qorasini bosib yubordim. Hech narsa bo'lmas ekan xullas. Ba'zi qorasini bossam ham farqi yo'q ekan-ku. Bu yerda yana shu panjaralar, endi qattiq buzish. Kirkani olib qo'ydi, buzolmayman. Bir lever kerak ekan buni ochish uchun. Mana bu yerdan yurib kiramiz. Bu yerda nima? Lavalik yo'lakchalar. Ketsam shu yoqdan. Yo'q, botlar faqat bu yoqdan tushib ketadi. Duraklar bu yoqdan tushib ketadi. Dakanishna senga o'xshaganlar ham bu yoqdan tushib ketmaydi. Ketmaydi tushib. Xo'sh. Ketadi desak, bitararmiding? bitta o'rnamasa yiqilasan. Yo'q, urib bo'lmaydi lekin. Saqol qotganiga yiqilib ketdi. This lever does something. Bu yerda qaytish yo'li deb umid qilaman. Mana bu yoqqa qo'yib ketaman desam, bu qo'ydan bo'lmas. Mana bu yo'l bilan qaytsak kerak-a. Bu yoqqacha lekin o'ynamaganman to'g'risi do'stlar. O'sha yoqda kelib o'yin o'zi sal aldaysan kimga? Aldayman. Sardorlarga sen chiqishing kerak edi. Yo. Sardor sening mashhurligingni o'g'irladi. Sen jinnimisan Salpal? Sardor aldagan, mashhurman desa aldaysan Sardor deymiz yana. Xo'p. Tak, botdan men bu joyga kelgan edik. Ha. Chiqish yo'li shu yoq. Men bu sariq yo'ldan orqaga qaytamiz. Sen oldan ketyapti. O arpanetga o'xsharkan. Men bir kirdim. Qayoqdan kelisiz? Bu yerda ahmoq Fred bo'lsa kerak-a. Ha, Fred. Tepada lava bor ekan. Tamam, cho'g'i o'qiyapti. Albatta o'tirmay yo'q. Короче, kalit topishimiz kerak edi biz. Men qattiq topdim. Geometrik bu yerda qanaqadir ko'k kalit kerak bo'ladigan joy. Qanisan? Voy, to'pa, qani u? Mana bu yerda ketdik. Voy, ahmoq Fred. Mana aytdim kim ekan, men uryapti deb. Men bu yoqqa kiraman. Bu yerda qatdan like bloki kerak ekan. Mahya, guruldiramasanmi? Bu yerda nima? O kepsilar. Bittasi yo'q. Menimcha bu o'yin davomida kerak bo'lmaydi bizga. Bu yerda tovuqlar. Yeyman bularni prosta. Ber menga ham och qolib ketyapti bu. Yo'q, och qolmagan-di. Qani o'tirib? Xo'p, bu yoqqa. Men tepaga chiqaman. Yo'q, bu yerda danger deb yozgan, bu yoq xavfli degan. Sen jokes voy. Yaramas. Bu yoqda yana rasm. Rasmda orqasida bir balo bor ekan. Qani? Nima bor ekan? Lekin bu yoqqa kirib bo'ldi. Nima topdim men? Nima bor ekan bu yerda? Xo'sh, bu yerda toshlar, kallalar va yana nimalar? Bilamanki bizga kerakli kalit ham shu yoqda. Yo'q, bu yoqda astag'fir. Yo'q deb yozilgan joyda hech narsa yo'q ekan. Hech narsa yo'q, kirib o'tirma. Acid ice cream maker. Nima bor ekan? Shuni o'tiramiz. Bu yerda narsa bormi desam, sandiq bor ekan. Sandiqning ichida key bor ekan. Mana bu sandiqda nima bor? Yo'q, bu yerda
hech balo yo'q. Men qanaqadir marojni tayyorlaydigan. Mamni olib ket, menda kalt bor. Isqat kalt mendaligini ham biladi-da bu. Kallangni aylantirib, o'rgiltirib, shopaloqlarni solib, maza qilib yeyapsanmi? O mana, men bu yoqqa tushdim men. Kel meni yonimga. Meni oldimda o'tiribdi, shopaloqlarni yeb. Yomon solarkan. Kel. Kel ukam, ahmoq Freddan qochishimiz kerak. Mana kalti chiqamiz. Eshikdan sig'maydi. Yo'q, uji bu ketdi. Buni olamiz, yelovga bor ekan. Bu yerda yelov sariq kalit tushyaptimi? Demak, butni nima bilan ochiladi? Yo'q, bu ochilmaydi. Bu yoqqa men aylanib kiruvdimmi? Demak, yo'qolamiz bu yoqlardan. Ketdik unda. Chiqamiz, ketamiz. Bitta qanday kelib qoladi? Hozir bu meni o'ldiradi. Ha. Qayoqdan kelganimizni bilmaymiz. Men böyle chiqib ketaman. Menga tega olmadi. Xo'sh, endi qayoqqa borishimiz kerak? Qarorchi bu yoqdan quyonni chizamiz. Hop, quyonni chizdik deylik. Hamma ishda qo'g'o qolyapti-da. Mana-ku bu yerda ekan kalt chiqadigan joy. Xo'sh, Yellowkey is used. Get a dagger and kill the crawler to get out. Ni yozishga erinib uchta qo'p qo'yibdi bu yerda. Mayli. Xo'sh. Dagger dedimi? Kimdir meni uryapti. Mana bunaqa qurtcha uryapti meni. Qurtcha to'rt oyoqli. Crawler ekan. To'rt oyoqli qulupcha. Qurut. Bekki burutga o'xshagan. Maymunlar bular. Maymunga o'xshamayapti, bu qurut bu. Dejjer qo'yilgan. Bochka topdim. Bochkaning ichida dejjer bor ekan. Men o'ldirasizlarni, meni yomon urib tashladi bular. Qasos, al-qasos so'zingdan haq. Hozir o'ldiraman, ukamga tegma, mol. Menga ber. Maymun! Ukamga tegma. Qasos olay menga ber. Men buni o'ldiraman va. Crawler yomon urib tashlarkan lekin. Sendan qani? Dejjer menda hali ham inventardan tushib qolgani yo'q. Menga ber, men qasos olay. Qani ular? Men qasdimni olaman, meni bir marta o'ldirdi. Qani sen maymun basharalar. Shorsharalar, mana attasi. Men yaramaz. O'ldiraman. Seni ham o'ldirdi bu yaram. O'ldirdim va qizil kalitga ega bo'ldim. Endi bu yerdan tinchgina surish kerak. Men ham qasos olay. Bo'ldi, bu yoqdan tinchgina ketaylik. Yo'q, men ham qasos olaman. Yo'q, qizil kalit kerak edi bizga. Mayli. Yig'lashdan foyda yo'q. Bu yoqqa tiqadilarmi? Okay. Find a abonsi sirk. Mana sirk topdim men. Sirk. Sakrab yurye. Qo'ning o'z qo'maydi-ku. Xo'sh, qayoqqa yetib keldik? New Snow Kingdoms. Yo'q, qamab qo'ydi bu. Masxara bo'ldi, yillar ekan, baxtga. Yaramas masxara bo'ldi, o'ldir deyapti. O'ldi. Voy iplar, meni o'ldirdi. Ha, mana. Yaramas, yomon katta uradi. O'ldiraman. Orqaga yomon ketarkan. Ikkita ur tamom. Portlat. Wow. O'ldiraman. Yaramas. Qasd oldim. Ukamga tegilganlar shunaqa bo'ladi. Xo'sh do'stlar, video sizlarga yoqayaptimi? Albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Senga nima berdi? Xo'sh, menga o'sha narsalarim, bitta kitob bilan o'sha dejjer. Hech nima yo'qmi? Nima bo'ldi xullas?
Hotelga kiringlar dedi, mehmonxonaga. Ha. Demak, bu yerda hali To'xta, ey. sakrab yurma, mana bu yerda yo'l bor ekan. Jo'ga olyapsanmi sen ham? Ha, конечно. Gulchalik kimni hoteli bo'lsa? Bo, Mehmonxonaga kirdi. Tak. Xo'xo mehmonxonaga kirdi, bu multiplayer o'yin emas, faqat bir kishi uchun. Elevatorni topish kerak ekan. Xo'sh, elevatorni top deyapti. Elevator shumi? Yo'q. Xo'sh. Mana-ku elevator. Oppo, xo'xo mendan oldin chopib ketyapti lekin. U yerda yaxshilar nimadir deb yozilayotgandi. Xo'sh, elevator yopildi. Qayoqqa ketyapmiz endi? Xo'sh, buzilib qoldi bu. Nima uchun menda ko'rmaslik ketdi bu? Sekretni tugmani top deyapti. Nima ekan? Storage room. Xo'sh, biz shutla. Bo'tda nimadir kasofatni isini sezyapman-da men. Dangel kimdir hozir bizni kelib kasofatli. Nima bu? Xo'sh, elevator. Tugma topish kerak. Tugma qayerda qo'yishni o'zi fahmlab bo'ldi. Bo'tda bilyard bor ekan, bilyard. Faqat qonga botgan bilyard. Bo'tda nimaligini bilmayman. Bu yoqqa ikkita kitob joylashtirilgan va kitob bo'sh. Bu ko'proq pianinoga o'xshaydi. Bu pianino. O'yin yaratuvchisi. O'zcha art qilaman deganda qilgan. Nima deyapti bu? Slendrina. Men kalb. Ana topdim. Tugmani topdim. Mana bu oshxonada ekan. Tugmani topding? Voy, men arvoh topdim. Ana. Arvoh. Qanasan? Mana, bormi yo'qda arvoh bor. Mana ko'rmayapti-ku. Mana paydo bo'ldi. Voy, arvoh. Elevatorga kiramiz. Mana bu yerga tugma qo'yamiz, suramiz. Ketdik. It's finally working. What the fuck? Sametting. Endi ko'z bilan urusharkanmiz, do'stlar. Mana qilich. Oldin masxaraboz, endi ko'z. Keyin kim bilan? Maqake. Voy, ko'z. Mana buni ustiga chiq. Voh, orqaga ketyapti urushim. Mitka Slane was qanaqa ko'z? Ko'zni men olimga olibdi. Men ko'ryapti, lekin kelmayapti. Tepaga chiqqanimgami? Maqake. Qani ko'z? Mana ko'z. Ko'zga o'xshamayapti. Ko'proq shuni boshqalarga. Yo, bu ko'z, bu boshqa hayollarda bormadi. Uraman, yengaman. Barrelni ochib yuboryapman, ey. Barrel ochilma. Ko'z o'ldi. What's happening? Nima bo'lyapti? Mening yuragim og'riyapti, deyapti va xo'sh. Use brown key. Brown key paydo bo'ldi menda. News faqat senda paydo bo'ladi, men o'ldirsam. Chunki server menikida. Ichkariga kirdik qandaydir. O'tda taxt va defitsinu buduvak. Nulni yo'q qil, omad. Qurol yo'qoldi. Nima, Danger bilan o'ldiramizmi? And weapon to the narvonlarni top deyaptimi, narvon? Mana narvon. Qani narvon, qanisa? Mana narvon. Xo'sh, tepaga chiqdik, endichi bu yoqda ham narvon. Tushunganmi? Yo'q, lekin bu chizib qo'yilgan devorga. Tushunyapsanmi? Bu yoqda bochka. Mayli. Bu yoqdan biz buzilgan narvonni uchun narsa topishimiz kerak. Mendagi kalit hali o'zimda turibdi, qizig'i. Buni yana qayoqqa ishlatamiz? Qayoqqa ketyapsan sen? Men narsa topish uchun ketyapman. Rasmni so'zlashsa bo'ladi. Demak, sindiramiz.
U bitta bochka. U bochka ichidan narvon topdim. Yaxshi. Narvon. Lekin shoshilma. Juda veb bilan topishingiz kerak. Menda dejer bor. Dejer bilan nima bo'ladi? O'ldirsa bo'larmi? Mojet. Mumkin-da. O'ldirsa bo'lar, balki. Yo'qqa bir joyda aylanib yuribmanmi men hozir? Yo'q. Xo'sh. Mana topdim. Ulash kerakmi? Bu yerda yana bitta kerak, uka. Yana bitta kerak. Bo'ldi, olib bo'lmaydi men. Qidirgin, xo'sh. Buni ko'rdim, bu yerda hech balo yo'q va xo'p. Narvon topdim. Topdingmi? Lekin gapni baribir biz qurol topishimiz kerak. Chunki find a weapon degan bizga tayyorlab qo'yishgan. Mana aslaha topdim. Qoch bilan. Qoch? Qanisan seni? Sen bunaqa ko'rinishing qoch ishlatib yuradiganlarga o'xshamaydi. Buni damagiga skarochi 200 ekanda. Aqrog'i 20. Bir ikkita ursak o'lib qoladi. Temir aslahalar qani ko'rsat menga uningni. Menga yarashadi bu narsa, senga yarashmaydi. Sen nezerik bo'lasan. Men temir bo'laman. Senga nima? Qo'lingdagi mana shu narsa tuppoymisan sen? Yo'q, bu bilan urush. Bu hassa-ku bu. Hassa. Lekin Qara o'zingni ko'r bitta kameradan. Boboga o'xshab qolyapsan. Lekin bunda cross deb yozilganda. Cross xoch degani bilaman. Mayli, ketdik. Xossocha bilan uramiz. Qo'qoni kamerasidan ko'rayotganlar bormi? Bu. Xo'sh. Ko'rgan bo'lsangiz, buni Xo'qo bilan hamkorlikda ikkimizni kanalimizdan chiqaryapmiz. Qanisan, nul. Men seni oldinga ketabman. Ana tuzatgan narvonimiz bor-ku, o'shanga chiqish kerak xullas. Mana, to'xta, meni ham kutib tur. Pol, chiqdikmi? So you finally found me. Who are you and also where hell you? Qayoqdasan? Xudo deyapti o'zini buni. Ko'rsatib qo'yamiz ko'ziga. Qoch. Mana senga nul. Buni bu yerda qarab qo'yamiz. Yaramas, o'ldirdi meni. Sekin gapirgin, iltimos, eshitilmay qo'yilyapti gaping. O'ldir buni, yaramasdi, o'r. Ikkita urushga o'ldiryapti polvoni. To'xta. O'lishni istamayman. Mabloqqa qarab qo'y. Sen o'lyapsan. Ker. Yey. Meni Nikka degan akam bor. Bu yoqqa kel, nul. Eshikni yop edi. Eshikni yopib bo'lgurmading, molotsi bolakay. Men shu uyga kirib olaman, sen aytgan. Keyin ana u eshikni ochaman-da, bir ikkita qoqishtirib qo'yaman, shu bilan qoqiladi. He. Kirdi bu yoqqa. Xo'xo o'ldi. Xo'sh, nul qamaldi. Men uni dejer bilan urib o'ldiraman. Qoch, men allaqam ko'proqdan o'yday. O'r onasini emgurdi. Qoch. Yo'q qil dushmanni. Qoch. Ozod qilib yuboraymi? Qaranglar, u o'lyapti. Will. You really think you killed him? Men o'lib qoldim. O'ldirdi u yaramas. The end. And you will die. Endi siz o'lasiz va shu bilan tugadimi? Tugadi. Do'stlar, shu bu o'yinning qo'rqinchliroq versiyasi va biroz shoshilganimiz uchun videoni tushunmay qolganlarga uzr so'raymiz. Mening ukam o'zi shunaqa ko'p shoshiladi. Xo'sh, endi bu yog'iga kelsak, do'stlar, agar sizlarga ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni aslo unutib qo'ymang. Hammaga esa xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan hozircha xayrlashamiz va keyingi videomiz
gacha ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta obuna bo'lishni hech qachon unutmang.